Voy olmasam nimaga o'g'ilmas qiz tug'ildi deb bir oy ichib raddomdan olib chiqqani bormi janjal qiluvdi. Endi qiz to'rdi, bola becharalar yerda aylanib ketdi. Qaysi birlarman devorga pashsha rasmi chizdilar. Yana chizaman ular. Sizlar rasm chizsin deb uyqirib qo'yganman. Indamasdan mana peshonamga ham chizasizlar, ha? Yana qaytib chizgandan ko'rsam daddalang chiqaraman. Quriy ko'ngil. Qizim burnim qichib ketdi. Ejim turing. Xo'p, qizim, faqat asabiylashmang. Men chizaverim mana. Jonim, hayotim, shirinim. Dadajon! Jonim qizim, ketdik osmonga o'taman. O'zim aytdim bu taxtadan qanday buncha shirin gaplar chiqib qoldi deb. Dadajon, meni yaxshi ko'rasizmi yo oyim nima? Voy, qaniysi seni yaxshi ko'raman, qizim. Men sinfdoshim Ozodan yaxshi ko'raman. Mana ikkida ozodan ko'zga ko'rsataman seni. Qochishga bitta yurakdan rab ber, juram chanchib qoldi. Tinchlikmi biror qarindoshimiz o'tib qolibdi? Yo'q, mana tilla qizimda ikkita tushib qolibdi. To'nim qizim. Men tomdan tomonlab ketganimda parvo qilmagan odam ikkita chika asa tutib o'tiribdi. Qoch chaqatingda kelyapti, yoradi hozir. Qoch hammang. O'lay deb to'talagan yurra suvoq qilsalar. Shuni nima deyman hozir hammangni? Qo'yurmasangiz hozir telefoningizni sindiraman. Asrlarga telefonda almashaman. Faqat bunisi qoladi. Faqat qiz kerakmi? Mana o'g'illaringiz kerak emasmi? O'g'lim uylanguncha o'g'lim, qizim o'lguncha qizim. Ayang buni tanamasa ham, qizim seni dadang tuqqanda. Bilaman. Dada, birovimiz o'lib ketdi. Yana bitta qiz tug'ib bering. Nima?